Assalomu alaykum, Makler OTB YouTube kanali muxlislari. Ekranga yaxshilab joylashib olasizlar. Bitta like tugmachasini bosib qo'yasizlar. Sizlarga bosh to'lov variant bo'lgan 3 xonali kvartiramizni obzorini qilgani kelib turibman. Manzilimiz Termiz shahar Yoshil dunyo savdo majmuasi yonida kinoteatr orqasida qad ko'targan 12 qavatli uylarda bo'lib turibdi. 12 qavatli uyning birinchi qavat 3 xonali g'ishtli uylardan kommersiya kvartira sotuvda. Bosh to'lov variant. Orqamdagi tashqi eshik edi. Tashqi eshikdan kelganimizda o'ng qo'lga bizni mehmonxona qarshi oladi. Tanishtiring. Kvartirada parda, gilam, ko'xinli mebel qolgan boshqa hamma bitovoy texnikalar olib chiqib ketiladi, aziz vatandoshlar. Bosh to'lov 220 million so'm. Boshiga bir 120 million beradigan bo'lsangiz, qolgan 100 millionni bo'lib to'lashga 5-6 oyga olib beraman. Kelinglar. Obzorni qilamiz sizlar bilan. Video davomida men Makler OTB operatorimiz bo'lmoqda. Bunisi esa spalni xonamiz. Xo'p, vahodoshlar 220 million dedik eganing qo'liga, bankda qoladi 272 million edi, 273 million shunday qolyapti. Oylik kredit grafik bo'yicha to'lovi 4 million 183 million tashkil etmoqda. Kommersiya kvartira. Eng asosiysi g'ishtlik, birinchi etajda joylashgan qari onaxon, otaxonlar bo'ladigan bo'lsa, qiynalishmaydi ertaga mehmondorchilikka kelganda. Keling. Ko'xinni bilan tanishtiramiz. Mana ko'xinada ko'xinli mebellar qilingan. Bu yerda hozircha gaz ulanmagan. Buni sababi ko'pchilik vatandoshlarimiz, ya'ni shu qo'shnilaring korobka holatdagi holi ko'chib kelishga asta-asta remont qilyapti, ulgurishmagan. Bu domga 50% odam ko'chib kelsa, o'zi yaqinda topshirildi. Mana bu yerga ham 2 oydan buyon yashamoqda. Keyin gazni qo'shamiz deyishyapti, vahodoshlar. Suv, mana ariston hammasi bor. Eng asosiysi sanuzul alohida. Keling. Mana sanuzul alohida. Bu dushovoy edi. Keyingisi esa hojatxona bilan ham tanishtiramiz. Keling. Aziz vatandoshlar, men kredit grafiklari va chertojlarni Telegram ijtimoiy tarmoqlarida e'lon qilaman. Hozir esa bitta 3-xonamiz qoldi. U bilan ham bir tanishtirib o'taman. Hujjatlarni men cherz notarius qilib beraman. Kimda qanaqa savollar tug'ilajak bo'lsa, bemalol kommentariyada yoki bo'lmasa telefon orqali 99 kodi bilan 676 05 17 ga bog'lanasizlar. Sizlar bilan shu boya aytib o'tganday sog'lik salomatlikda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr deymiz. Salomat bo'ling.